Buqa nima deyapti buqa? Baho beringlarchi. Yemlarini yeyapti. Ertalab 6:30dan. Nima deyapti buqa? Buqa so'yishga tayyor bo'ldi. Xudo xolasa. Bugun juma bo'lsa, pandelnik kuni so'yib topshiriladi buqa. Juvoyisi 500 kilo atrofiga. 480-500 kilo atrofiga juvoyisi. Besh oy boqildi. Rosa 5 oy yem bilan boqildi. Yeydigan ozuqasi mana kunjala, shurut, makka yorma, bug'doy yorma, kepay. Quruq yeydi. Xudo xolasa pandelnik kuni. Bugun 25 mi? 25-aprel bugun. 29-aprel kuni so'yib topshiramiz 95 mingdan. Puli naqd. Xudo xolasa 270-280 kilo chetlab turibmiz go'shini. Baho berasizlar. Oldi zo'r bo'lgan buqa. Xudo xolasa tashqariga olib chiqqan paytdan bir syomka qilamiz ketishdan oldin. Kilolarini ham tashlaymiz xudo xolasa. Shu yerda 3 ta novvosga joy bor. Xudo xolasa buni sotib 3 ta novvos olamiz endi. Bitta, ikkita. Mana bu yerda ham bitta joy bor. 3 ta novvos olsak, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Xo'sh, mana yeydigan yemlari. Shurut. Narxi aniq esimga yo'q. Yemlar ancha ko'tarilib ketdi. Kunjala. Makka uni mana mayda qilingan. Bug'doy yormasi. Yerga kepay. Mana shu 5 xil mahsulotni aralashtirib beraman. Aralashtirganda 4 kilo atrofiga bo'ladi. 4 kilo atrofiga bo'ladi bir mahaliga. Bir kunda shu 3,5-4 kilo atrofiga bo'ladi. Bir kunda shu 7 kilo, 7,5 kilo yem yeydi. 2 mahal ertalab kechqurun. Hozirroq somon beramiz. Yemini yeb bo'lgandan keyin hazm qilish uchun. Buqa zo'r o'zgardi. Ko'z tegmasi yomon emas. 5 oylik natija. Endi xudo xolasa pandelnikni ko'ramiz uni kilogramini. Yana xuddi shunaqa novvoslardan olamiz. Shivit, oq tumshuq, oq quloq. Yaltillab mana chotki bo'lib semirdi. Hali boqsa ham bo'ladi, yana endi kun isi boryapti. Almashtirganimiz yaxshi hozir. Foyda yaxshi bo'layotgan paytda almashtirish kerak.
5 oy oldin 14,600,000 so'mga olingan. Ko'ramiz natija, foyda qanday bo'ladi. Baho beringlar. O'yin balandligi 1.35. Ravno 1.35 o'yin balandligi o'lchangan. Sog' bo'linglar, o'zlaring fikrlaringni bildiringlar.